Toshkent Kimyo texnologiya institutida intellektual kimyo texnologiya tizimlari ilg'or muhandislik maktabining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu maktab prezident rahbarligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida kimyo sanoatida ta'lim, fan, ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish maqsadida yo'lga qo'yildi. Chirchiq kimyo industrial texnopark hududida joylashgan mazkur maktab kimyo sanoati uchun zamonaviy amaliyotga yo'naltirilgan xalqaro talablarga javob beradigan muhandis texnologlarni tayyorlashni ko'zda tutadi. Ochilish marosimida davlat va tarmoq idoralari rahbarlari, yetakchi oliygohlar vakillari, o'z kimyo sanoat tizimidagi korxonalar vakillari qatnashdi. Tadbir doirasida Toshkent kimyo texnologiya instituti professor o'qituvchilari va iqtidorli talabalari taqdirlandi. Shuningdek, institut va sanoat korxonalari o'rtasida yangi hamkorlik bitimlari imzolandi. Ilg'or muhandislik maktabi faoliyati kimyo sanoatida transformatsiya antologiyasini, ya'ni raqamli, ekologik va texnologik yangilanish yo'nalishlarini yo'lga qo'yish, sanoat korxonalarining dolzarb muammolariga amaliy yechimlar ishlab chiqish, energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalar yaratishga qaratilgan. Bugungi kunda kimyo sanoatiga muhandislar tayyorlash o'ta dolzarb masala bo'lganligi sababli biz aynan ishlab chiqaruvchilar bilan yaqin hududda, ya'ni texnopark hududida mana shu ilg'or muhandislik maktabini yaratdik. Mana hozir siz ko'rib turgandek, bu maktabda nafaqat seminar, darsxonalar bor, balki bu yerda to'laqonli kimyo tahlil qilishga mo'ljallangan laboratoriyalarni ham joylashtirdik. Maqsad bilim ishlab chiqarish zanjirini mukammal bir-biri bilan yaqinlashtirish. Aynan mana shu 24 ta rezident faoliyat yuritayotgan, ishlab chiqarish faoliyatini yuritayotgan texnoparkda bizning doktorantlar, bizning magistrlar maktabda bular bilan hamkorlikda ilmiy loyihalarni, amaliy ilmiy loyihalarni yaratishni maqsad qilganmiz. Maktab huzurida polimerlar texnologiyasi, silikat materiallar va nodir metallar, nanokimyo, texnologik jarayonlarni modellashtirish bo'yicha zamonaviy laboratoriyalar tashkil qilindi. Loyiha doirasida Tomsk Politexnika universiteti, Rossiya kimyo texnologiya universiteti, Vengriyadagi Abuda universiteti, Milan Politexnika universiteti kabi yetakchi xorijiy oliygohlar bilan hamkorlik o'rnatilgan. Ushbu hamkorlik nafaqat qo'shma ta'lim dasturlari, balki professor o'qituvchilar almashinuvi va qo'shma ilmiy loyihalarni o'z ichiga oladi. Mazkur maktabning ochilishi O'zbekiston kimyo sanoatini modernizatsiya qilish, ilmiy salohiyatini oshirish va sanoat uchun yuqori malakali muhandislarni tayyorlash borasida muhim qadam bo'ldi.